Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Barchangizga xayrli tong. Ertalab Abu Dabida demak piyoda sayr qilib ozgina yurishga qaror qildim. 6:00, lekin hayot boshlangan bo'pti. Sizlarga hamma harakatga tushadi. Ertalablari piyoda yurishni zavqi boshqacha do'stlarim. Shuning uchun sizlarga ham tavsiya etib qolaman, agar imkon qilsanglar chiqib piyoda yuringlar yoki yuguringlar. Bu juda ham katta foyda. Hozir mana ertalabdan ob-havo plus 15 daraja ko'rsatyapti. Plus 15 daraja ertalab yurish uchun Abu Dabida juda ham yaxshi harorat deb bilaman. Sababi kunduz kuni bu yerda ob-havo 35 gacha ham ko'tariladi, lekin ayni damda ob-havo juda ham yaxshi. Shuning uchun sizlarga tavsiya beraman, chiqib qayerda bo'lishingizga qat'iy nazar maza qilib toza havodan bahra olishlaringizni. Mana bu trassa bor, mana bu trassani nariy betida Arab ko'rfazi, dengiz. Mana shunday nariy betda. O'tga ham borib ko'rsataman. Mana bu joy Adnek deydi, Abu Dhabi Exhibition Center Adnek. Mana shu joyda bugun xudo xohlasa 20 mingta ishtirokchi. Tasavvur qilinglar, men 2 hafta oldin veb-saytini tekshirganimda xo'p 13 mingta ishtirokchi ro'yxatda o'tgan edi. Mana kecha qarasam 20 mingta bo'libdi. Mana soat 8 da kelamiz, yana 2 soat vaqtimiz bor. Hozir 6 dan 7 gacha men ko'chani ozgina sayr qilaman, ozgina yuguraman inshaalloh. Keyin mehmonxonaga qaytib nonushta qilamiz. Ertalabki nonushta. Mana buni qaranglar. Mercedes-Benz politsiyasi Mercedes-Benzda ko'rsatamiz. Mana ko'rinishlar boshqacha. Mana shunaqa Abu Dhabi Birlashgan Arab Amirliklari palmalar. Mana bu o'tgan yili bizga qolgan mehmonxona Aloft. Va e'tibor berasizlar, mehmonxona 5-qavatdan keyin boshlanadi. Ya'ni 5-qavatgacha, bu yerda 5 mi 6-qavatgacha parkovka, mana oldi qismi, fasad qismi mehmonxonalarni tashrif buyuruvchilar uchun nima hisoblanadi? Shopping mall hisoblanadi. Lekin uni asli tegi qismi va anta ko'rinib turibdi, ko'rayotgan bo'lsanglar, u parkovka hisoblanadi. Tegi polniy parkovka. Bu yerda ko'p binolar loyiha qilayotganda parkovka. Men kecha sizlarga bitta narsani aytib o'tdim. Mana bu bino bor, mana bu bino. Mana shu ikkita bino, mana ikkita bino. O'tgan yili bular yo'q edi. O'tgan yili mana hozir ham bular to'liq ishga tushdimi, tushmadimi bilmayman, lekin kecha yonib turuvdi svetlari. Ochig'ini aytaman sizlarga. Bu yerda qurilish bo'layotdi. Men juda e'tibor berganim, ertamatdan avtobuslar soat 6 da keladida, ishchilarni tushirib yuborib turib, ular ishlab, kechqurun chiqib ketardilar. Xullas, mana shu ikkita bino yo'q edi. Ya'ni qurilyotdi. Mana bu yil ishga tushibdi. Men o'tgan yili bu yerda xo'p 7-9 may kunlari bo'lganmiz. Aynan mana shu Adnekda bo'lganmiz, mana Adnekda, mana shu binoda bo'lganmiz. Lekin 11 oyga qolmasdan ishga tushiribdi. Katta ehtimol bilan biznes markazi bo'lsa kerak men nazarimda. Assalomu alaykum. Mana shunaqa ajoyib maskan. Bemalol mana avtobuslari ertamatda avtobus, lekin avtobuslar ko'pchiligi odam to'lmasdan yuradi. Deyarli ichida odam ham bo'lmaydi bular. Nimaga? Ko'pchilik insonlar o'zini avtomobilida yoki bo'lmasa arendaga olgan avtomobilda, car sharingda harakatlanadi. Toyota Camry mana 75 talik Toyota Camry taksi, polniy taksi. Bu yerda 3 xil taksi bor ekan. Yandex ham bor, Uber ham bor, keyin Karim degani bor. Juda ham ajoyib taksi bu, o'sha Amerikaning o'zining milliy dasturi shunaqa. Xo'p. Ana avtobus not in service deydi, ya'ni xizmat ko'rsatmayapti deydi. Mana qaranglar. Ana avtobus. Mana o'tgan yili bizga qolgan mehmonxona mana.
Aloft 4 yulduzli mehmonxona. Mana shu polniy mehmonxona hisoblanadi. Xullas, do'stlar, Abu Dabidan sizlarga salom. Ertalab piyoda yuringlar, bu juda ham foydali. Ko'pchilik insonlar deyarli ko'chada harakatlanmaydi. Ko'chada harakatlanish issiq bo'lgani uchunmi avtomobillarini parkovkaga qo'yib ichkarida vaqtini o'tkazishadi. Bir qiziq jihati bor. Bu yerda loyiha qilayotganda ko'pchilik mehmonxonalarni mana ham -5-etajgacha, ham +5-etajgacha nima bo'ladi? Parking qilib qo'ygan bo'ladi. Ya'ni ko'chadagi avtoturargohlar deyarli hammasi bepul. Lekin bu yerda ko'chada avtomobillarini odamlar qo'ymaydi. Birinchidan issiq bo'lgani uchun mashina tez qizib ketadi. Ikkinchidan endi yil 12 oy quyosh bo'lgandan keyin avtomobilning tashqi ko'rinishiga ham ta'sir qiladi. Men ko'p avtomobillarni ko'raman, faralari sarg'ayib ketgan bo'ladi. Inomarka bo'lsa ham faralari sarg'ayib. Nimaga? Quyosh olib qo'yadi sifatini. O'shanga mana shunaqa gaplar do'stlarim. Mana gullar ham bor ekan, tomchilar sug'orar ekan, qaranglar. Mana tomchilar sug'orish. Mana bu ham akamizni xizmat qilyaptilar. Baraka topsinlar. E'tiborli jihati, amirliklarni 95% dan ortiq aholisi bu yerda yashayotganlar, bu chetdan kelgan ekspertlar hisoblanadi. Buni ham e'tiborga olib qo'yasiz. Aksariyati tashqaridan kelib ishlashadi. Assalomu alaykum, bro. How are you doing? What are you doing here, please? Tell me. Water take this new plant take. You wanna This remove this new plant. Okay, good job. Thank you. Bular mana hozir gullar almashtiramiz deyaptilar. Ya'ni e'tibor berasizlar, hamma gullari ham import qilinadi tashqaridan. Xullas mana shunaqa gap. Mana bu Eronning elchixonasi. Bu endi poytaxt bo'lgandan keyin bu yerda juda ham ko'p elchixonalar bor. O'sha elchixonalarni endi mana shu atrofda men biladiganlari mana Eron elchixonasi bor. Pastroqda yana Afrikani bir qator elchixonalari bor. Xullas, O'zbekiston elchixonasi ham yaqin. Amerika Qo'shma Shtatlarining elchixonasi ham. Xullas, poytaxt bo'lgandan keyin rasmiy joylar juda ko'p. Rasmiy. Dubayda lekin unaqa emas. Dubay sal boshqacharoq. Mana bu joyga men sizlarning e'tiboringizni qarataman. Mana buni qaranglar. Bu masjid. Mana ko'ryapsizlar. Bu masjidni ham hozir men sizlarga borib ko'rsataman. Qanaqaligini. Tak, bu yerda piyodalar o'tish joyi bor. Piyodalar o'tish joyidan o'tish kerak bo'ladi. Yo'lni duch kelgan joyidan kesib o'tishga ruxsat berilmaydi, do'stlarim. Keyin yana e'tibor berasizlar, mashina kelayotganda mana parking. Mana bu yerda pricelari bor. Qaranglar mana, ichkariga kiradigan. Mana yarim soatgacha bepul, free deydi mana yarim soat. Yarim soatdan 1 soatgacha deyapti. 20 dirham. 20 dirham. 1 soatdan 8 soatgacha 40 dirham. Bu mana 1 soatdan 8 soatgacha masalan mana shu joyda kimdir, mana shu atrofda kimdir ishlaydigan bo'lsa, mana keladi, bir kuniga 40 dirham ketadi oyligidan. Mana 8 soatdan 10 soatgacha 50 dirham. 10 soatdan 12 soatgacha 60 dirham. 12 soatdan, ya'ni 1 kungacha tursa 80 dirham. Mana sizlarga price. Lekin yarim soatgacha bemalol mashinani olib kelib nima qilsa bo'ladi. Ya'ni bu yerda nimalar bor? Qaranglar mana. Adnek Media, Adnek Tourism, Adnek Services, F&B, Hotels, Adnek, Events, Venus. Xullas ofislari ko'p Adnekni, o'shaning uchun bemalol kelib mana shu yerda ishlarni qilsa bo'ladi. Xo'p, men lekin yo'lni nariga o'tmoqchi edim. Duch kelgan joydan men bu ishni kesib o'ta olmayman. Nimaga deganda hamma joyda kamera bor. Men agar mana kameralar bor. Kamera mana. Men agar tartibni buzadigan bo'lsam, bular mana mamlakatga har bir kirib kelayotgan odamni raqamli nimasini feysini chiqaradi. Ya'ni mana har bitta harakatim hisob-kitobda bo'ladi. Agar qonunni buzadigan bo'lsam, aeroportdan chiqib ketayotganda pulni to'latib keyin chiqarib yuboradi. Ya'ni shtrafni to'latmasdan chiqarib yubormaydi.
biletingiz kuyib ketadi, boshqa narsa. O'shaning uchun iloji boricha qonunlarni buzmasdan, hattoki bilmasdan turib ham buzish kerak emas. O'shaning uchun belgilangan joyda demak piyodadan o'tiladi. Men ostiga piyodadan o'tish joyini ham ko'rsataman, qanaqaligini. Bir ajoyib joy. Piyodadan o'tish joylari. Mana bu gullar o'zimizdagi ekiladigan gullarga o'xshar ekan lekin. Juda ham chiroyli, mana qarang. Tomchilatib sug'orib qo'yibdilar. Haligi voshillatib ochib qo'yganlari yo'q. Ko'ryapsizmi qanchalik bular suv qadrini bilishadi. Ha, mana piyodalar yurish joyini qarang, mana. Piyodalar yurish joyi, mana belgilangan joy, mana. Mana kelyapman. Mana bunaqa to'sib qo'ygan, mashina o'tib ketmasligi uchun mana kelyapman. Men senga o'tib ketyapman. Mana bu joy bidir-bidir qilib qo'yganing sababi bu ko'zi ojizlar uchun. Piyodadan o'tish joyi. Bu hamma standart, xalqaro standart. Va keyin men hozir o'taman, faqat qachon? Men ko'ryapsizlar, o'tmadi deyapti. Faqat haligi qizil deyapti. Lekin men bular to'xtayapti, mana qaranglar mana. To'xtayapti. Men bunga qo'limni bosaman. Mana yonda sariq. Mana yashil yonda. Men ketdim. Sekin o'tib ketaman. Ko'rdingizmi? Ha. Ya'ni shunchaki yo'lni kesib o'ta olmaysiz. Keyin mana bunaqa dishotkalar qo'yilgan mana. U tomonga o'tib ketmasligi uchun. Ko'ryapsizlar mana mashinalar o'tmaydimi nimadir. Xullas. Menga yondi hozir. Ko'ryapsizlar mana. Men shu joydan men o'taman. Hali o'z boshimchalik qilib o'tishga hech kim ruxsati yo'q. Va men kamerani ko'ryapsam tepada 360 ishlaydi bular hammasi. Dang'illatib uradi bular hammasi. Mana ketdi men tomonga. Piyoda yurish joyida. Mana sekin. Men o'tib ketyapmiz. Men hozir taxminan 1 kilometrcha piyoda yurdim. O'zi mana bu katta binodan oldida 1 kilometr yurganingizdan bilinmay qoladi, lekin ochig'ini aytaman. Hozir 1 kilometr yurdim, ko'ryapman. Yaxshi tetikligimiz. Xudoga behisob shukr. Mana shunaqa gaplar. Do'stlar. Mana elchixonaning yonida videoga rasmga olish mumkin emas ekan. O'shaning uchun men bu tomondan olmayman. Qonundan hurmat qilamiz. Lekin xudo xohlasa o'sha Abu Dabidagi masjidga borib sizlarga ko'rsataman. Yana bir unikal jihati, shahar har doim nimadir bilan tadbirlar bo'lib turadi bu shaharlarda. Ya'ni yil 12 oy, masalan ayrim bir davlatlarda qaysidir bir mavsumda masalan tadbirlar bo'ladi, lekin Abu Dabida har doim, har oyda bir qaysidir bir xalqaro tadbirni qiladilar. Faqat masalan hozir biz biznes nuqtai nazaridan nima qildik? Uchrashdik. Biznesmenlar, investorlar kelib. Lekin bu yerda tibbiyot sohasi yoki ta'lim sohasi egalari yig'iladi. Xalqaro miqyosdagi aytyapman. Bular ham bemalol kelib yig'ilishi mumkin. Hozir mana sekin-astalik bilan piyoda yurib kelyapmiz. Xo'p. Hozir bitta narsa ko'rsataman sizlarga. Qaranglar mana masjidi, Abu Dabidagi masjid, Adnakka ondagi masjid. Hozir ismini eslolmayapman. Ismini ham aytib beraman sizlarga. Mana. Xo'p, mana kamera. Mana 24 ga 7 ishlaydi. Любой joydan oladi. Agar qonunni buzadigan bo'lsangiz, tamom, shtraf keladi sразу. Sigaret chekish mumkin emas, musor tashlash mumkin emas, axlat tashlash mumkin emas. Bu yerda axlat ko'rmaysizlar, mana. Mana. Hamma joy ozoda. Mana bu joy ochiq joy, mana ko'ryapsizlar, mana parkovka hisoblanadi. Parking. Lekin mana qaranglar. Lekin bu yerda anaqa to'xtash mumkin emas deb qo'ydi. Bilmayman nimaga. Bron qilingan joyim. Xullas, mana masjid. Qaranglar. Mana. Mana masjidning minorasi. Mana sizga masjid. Do'stlarim. Mana ertalabdan masjid. Men esimda bor, may oyida kelganda men shu masjidda juma namozini o'qigandik. Juma namozini o'qishga muyassar bo'lgandik. Men binoni ko'rsanglar, qilichga o'xshataman mana shu binoni. Nari tomondan mana bir ko'rsatib beraman sizlarga, mana qaranglar.
qilich. Xullas do'stlarim, xo'p. Masjid of President Joko Widodo. Mana shunaqa nomlanar ekan. Masjid of President Joko Widodo. Mana masjid, mana. Xo'p. Bu yerda kiradigan joyi, lekin tahoratxonasi ham bor. Men bemalol sizga kirib ko'rsataman. Tahoratxonasi. Men sizlarga Abu Dabining tarixini ozgina eslatib o'taman. 50 yil oldin bu yerda hamma joy cho'l bo'lgan. Cho'l. Umuman o'simliklar ham o'smagan kerak bo'lsa. Lekin amirliklarning hukumati umuman mashta kelib odam yashash uchun suv masalasini hal qilmasdan iloji yo'q edi, do'stlarim. Suv masalasini hal qilib, o'simliklar masalasini hal qilib, mana odamlar bu yerda yashayapti, do'stlarim. Xo'p. Mana tahoratxonasi bor ekan. Mana bu qaranglar, e'tibor beringlar. Ayollarga alohida, erkaklarga alohida tahoratxonasi belgini ko'rsataman sizlarga. Bu erkaklarning tahoratxonasi ekan. Mana shu orqa tomonida ayollarning tahoratxonasi. Ko'rasizlar? Mana. Hozir ichkariga kiramiz. Oyoq kiyimlar borligiga qaraganda, demak ichkarida insonlar bor. Faqat gapirmaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ichkarida odam yo'q ekan, ko'rgan bo'lsanglar. Bitta narsa aytaman sizlarga. Amirliklarning xalqi namozni vaqtida o'qishadi. Ya'ni masalan azon aytilishiga assalomu alaykum rahmatulloh. Assalomu alaykum. Amirliklarning aholisi mana namozga 10 daqiqa qoladi-yu. Deyarli masjidda uncha odam bo'lmaydi. Lekin 5 daqiqa va azon aytilishini boshlashi bilan mana shu yo'lda kelayotgan ko'pchiligi sirazu o'sha kiradida, mashinani parkingga qo'yib namozga intiladi, jamoa bilan namozni o'qib oladi, yana ishini davom ettirib ketaveradi. Birdaniga masjid to'lib qoladi. Men o'zim guvoh bo'lganman bu narsani. Mana shunaqa gap so'zlar, do'stlarim. Biz sayohatimizni davom ettiramiz. Agar bu video sizlarga yoqqan bo'lsa, men xursandman. Ozgina bo'lsa ham sizlarga bir insight berish, sizlar bilan ulashish niyat qildim. Xudo xohlasa manfaatli bo'ladi degan umiddaman, do'stlar. Sayr qilish boshqacha, sayr qilib turishimiz kerak. Xudo xohlasa imkon boricha, nasib qilsa dunyoni sayr qilamiz. Qo'ldan kelgancha ko'rsatib. Mana avtobusni qaranglar, deyarli pustoy, mana bo'm-bo'sh, mana 141-avtobus ekan, taqadir ketyapti. Assalomu alaykum rahmatulloh. Mana endi bu yerda men ko'pchilik odamlarning yuzini videoga olmayman, nimagaki odamlarning ruxsatsiz, shunchaki tasodifan ham ruxsatsiz videoga olish mumkin emas deyildi bizga. O'shaning uchun iloji bo'yicha yuzlarini olmayman. Shunaqa. Xullas do'stlar, mana shunaqa gap. Sizlar bilan Salomat Karimov bo'ldi. Ko'p vaqtlaringizni olmayman. Nasib qilsa ishlarga omad tilayman.
Hali yana ko'rishamiz. Bugun ishimiz juda ko'p nasib qilsa.